Bugungi suhbatimizda barcha erkak va ayollarni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob topamiz. Yoshlarimizda ayniqsa ereksiyani yaxshi bo'lmasligi, tez bo'shanish, ularda hayz sikli buzilgan, yangi uyga kelin bo'ldi. Ya'ni o'rganish, ya'ni adaptatsiya davri bo'lish kerak. uylanadi, turmush quradi va turmushidan qoniqmaydi. Chunki o'rgangan narsasi bu o'zini qo'li bo'ladi. Ya'ni jinsiy a'zolardan keladigan qonli ajralmalar. Assalomu alaykum. Bugun biz uzoq yillik tajriba va natijalarga ega urolog, androlog Samandar Iskandarovich va ginekolog, reproduktolog Dilbar Muiddinovna bilan suhbat qilamiz. Bugungi suhbatimizda barcha erkak va ayollarni qiziqtirgan ko'plab savollarga javob topamiz. Samandar aka, birinchi savolim shundan iboratki, bugun asosan o'rta yoshdagi erkaklar sizga qanaqangi kasalliklar bilan murojaat qilib kelishadi? Hozirgi murojaat qiladigan bemorlarimizning asosiy muammolari bu prostata bezini shamollashi bilan bog'liq bo'lgan simptomlar va undan tashqari yoshlarimizda ayniqsa ereksiyani yaxshi bo'lmasligi, tez bo'shanish yoki jinsiy hayotga bo'lgan xohishi pasayishi va hattoki shunaqa savollar bilan kelish murojaatlar ko'paydiki, yosh oilalarda, kelin-kuyovlarda qizli pardani ola olmaslik, chimildiqqa kirib o'zini yo'qotib qo'yib, haligi qilish kerak bo'lgan ishni eplay olmaslik savollari bilan bizga murojaat qilishadi. Endi prostatit kasalligining simptomlari bu siyishdagi buzilishlar. Siyganda achish bo'ladi, tez-tez siyish bo'ladi yoki siyib bo'lgandan keyin siydik qopini oxirigacha bo'shamasligi kuzatilishi mumkin. Va prostatiti bor bo'lgan kasallar bemorni jinsiy hayotida buzilish bo'ladi. Ya'ni tez bo'shanish. Tez bo'shanish deganda biz 30 sekund yoki 1 daqiqa ichidagi jinsiy aloqani tugab qolishi bu tez bo'shanish. Ya'ni prezveremenniy eyakulyatsiya, muddatidan ilgari bo'lgan eyakulyatsiya kuzatiladi. Bu kundan kunga hozirgi kunda bemorlarni bezovta qilayotgan savollardan bittasi. Juda ham ko'p bemorlar shunaqa savol bilan bizga murojaat qiladi. Yoki ereksiyani yaxshi bo'lmasligi. Prostatit kasalligini keltirib chiqaradigan bu oddiy karisi bor tish bo'lishi ham mumkin. Karis bo'lgan tishda mikrob bo'ladi. Bu karis bo'lgan tishda mikrob bo'lgandan keyin tanzilit bo'lishi mumkin, tomoq og'rishi, o'tda mikrob bo'ladi. Mana shu mikroblar qon tomirlar orqali, limfa qon tomirlari orqali prostata beziga o'tadi. Prostata beziga tushgan mikroblar prostatani yallig'lantiradi va yallig'langan bezdagi haligi odamni siyishda muammolar kelib chiqadi. Kechasi turib siyadi yoki kunduzi serqatnov bo'lib qoladi. Yoki siyib bo'lgandan keyin siydik qopida siydik qop ketadi. Pastga yotoqqa yotib kirgandan keyin xohish pasayadi, xohish yaxshi bo'lmaydi, ereksiyam yaxshi bo'lmayapti deydi. Ereksiya endi bo'ldi deganda, endi qo'shilaman deganda tugab qoldi degan savollar bilan juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi. Keyingi savolni berishgan, men ko'proq spirtli ichimliklar va tamaki iste'mol qilaman. Bu meni salomatligimga va aynan jinsiy hayotdagi salomatligimga qanaqa xavflar tug'diradi? Spirtli ichimliklar zararli odatlar, chekish, tamaki mahsulotlar, kalyan chekish masalan, hozirgi paytda psixotrop moddalarni qabul qilish ko'p juda ham. Nasha o'simligini qabul qiladigan bemorlar yoshlar ichida juda ham ko'payib ketdi. Va shu bilan birga ichkilik, alkogol. Buni hammasi sog'lom muhitga ta'sir qiladi. Uxlashga ta'sir qiladi, asabga ta'sir qiladi, kerak bo'lsa to'g'ri ovqatlanishga ta'sir qiladi va bu sog'lom turmush tarzini izdan chiqaradi. Sog'lom turmush tarzi bo'lmagan bemorda jinsiy hayot yaxshi bo'lmaydi. Zararli odatlarni imkon qadar cheklash kerak. To'g'ri, endi bayram deydi bir xillar, qanaqadir tadbir deydi, tadbirni tushunsa bo'ladi, lekin bu narsaga ruju qo'ymaslik kerak. Yoki sigaretni masalan, tamaki mahsulotlarini kun davomida bir xillar kamida bir pachka iste'mol qiladiganlar bor-da. Buni juda ham katta ta'siri bor. Oddiy 1 gram nikotin otni o'ldiradi deymiz. 1 gram nikotin nechtadir otni o'ldiradi deyiladi-da. Va ana shu nikotin mahsulotlari qon tomirlar orqali, qon orqali jinsiy a'zodagi muhim bo'lgan organlarni zararlaydi. Masalan, prostata beziga ham ta'sir qiladi. Prostatit kasalligini keltirib chiqaradi. Shunaqa. Demak, kuniga pachkalab sigaret chekish erkak umuman tavsiya etilmaydi. Sigaretni o'zi zaharli, iloji bo'lsa chakish kerak emas. Agar juda bir chakish tashlash qiyin, endi ko'pchilik shunaqa deydi, men tasholmayman deydi. Sigaretni tashlashim qiyin. Hop, tasholmagan taqdirda ham sonini kamaytirish kerak-da. Hatto bir kunda 4 ta, 5 ta dona sigaret chakish kerak. Undan ziyod emas.
va iloji bo'lsa kunni birinchi yarmida umuman sigaret chekish kerak emas. Odam uxlab turgandan keyin qanaqadir organizm yangilanadi. Odam energiyaga boy bo'ladi. Ana shu energiyadan to'g'ri foydalanib, birinchi kun yarmida ishi bo'lsa ishni qilish kerak, fikr teran bo'ladi, yaxshi ovqatlanish kerak. Ana undan keyin charchoq bosdi deydimi, ovqatdan keyin, masalan, ujindan keyin 2 yoki 3 dona sigaret chekib qo'yish mumkin. Agar juda chakis kelgan odam bo'lsa, bo'lmasa iloji bo'lsa uni ham chekish kerak emas. Sport bilan shug'ullanish kerak. Sport bu juda ham muhim. Odamni nafaqat jinsiy hayotiga, yurak qon tomir aylanish tizimiga katta ta'sir ko'rsatadi. Sport bilan shug'ullangan odamda ortiqcha vazn bo'lmaydi. Ortiqcha muammolar, kasallik bilan bog'liq bo'lgan muammolar deyarli bo'lmaydi. Va to'g'ri ovqatlanish kerak. To'g'ri ovqatlangan, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ygan odamlarda uncha kasallik bo'lmaydi. Bugun juda ham ko'p hali uylanmagan bolalar, yigitlar masalan kuniga 2 mahal yoki 3 mahallab energetik ichimliklar bor, shularni iste'mol qilishadi. Ular uylangandan keyin bepushtlikka olib kelishi mumkinmi va bundan tashqari yana qanaqangi bir alomatlarni keltirib chiqaradi o'zida? Xo'p, energetik ichimliklarda biz bilamiz, adashmasam 12,5 yoki 12,7 mikromolmi shunaqa kofein miqdori bo'ladi. Kofein bu o'zi biz ichadigan kofeda ham bo'ladi. Kofe tavsiya qilinadi. Kunda menimcha 1 marta yoki 2 marta, ko'p emas kofe ham. Kofeda masalan 5,5 yoki 5 ga yaqin bo'lgan mikromol kofein miqdori bo'ladi bir chashka kofeda. U bola bir banka misol uchun bir paqir energetik ichganning o'zida 4 ta 5 ta kamida chashka kofein ichgandek bo'ladi. Uni ichgandan keyin yurakda o'sha bezovtagarchilik boshlanadi. Yurak ritmi buziladi. Yurak noritm ishlagandan keyin qon aylanish tizimida buzilish boshlanadi. Va bu vaqtinchalik yosh organizmda bilinmaydi. Masalan 3 yil, 4 yil, 5 yillab ichib yurishadi. Lekin ma'lum vaqtdan keyin ana shu 4-5 yil o'tgandan keyin bu bemorda yurak qon aylanish tizimida muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Yurak tizimida qon aylanishi buzilsa, bu o'z-o'zidan jinsiy hayotda buzilishiga olib keladi. Yana qaytarib aytamizki, qon aylanishi yaxshi bo'lmagan bemorlarda ereksiya yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni kichik chanoq bo'shlig'ida qon aylanishi yaxshi bo'lsa, o'tiroq hayot bo'lmasa, bemorlik keladi masalan, bankda ishlayman yoki shofyorman deydi. Umuman o'tirib ishlaydigan ishlarda qon aylanishi yaxshi bo'lmagandan keyin dimlanish boshlanadi. Prostata bezi dimlanish bo'ladi. Qon yaxshi kelmaydi, qoshi aylanmaydi. Aylanmagandan keyin u yerda varikoz tomirlarda kengayish bo'ladi. Varikotseliya deymiz biz tibbiyot tilida. Varikotseliyasi bo'lgan bemorlarning ham aksariyatida urug' foizi past bo'ladi. Urug' foizi past bo'ldi degani bu bepushtlikka olib keldi degani. Bu hammasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Keyingi savol, jinsiy hayotda erkakning ayol bilan qo'shila olmasligi nima sababdan yuzaga kelishi mumkin? Bunga psixologik buzilishlar ham sabab bo'lishi mumkinmi deb berishibdi. Erkak kishi bilan ayol kishini yotoqdagi kelishmovchiligi, buzilishi, xohishi pasayishiga ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri bu ruhiy charchash yoki psixologik buzilishlar. Masalan, ko'p ishlaydi masalan, keragidan ko'p, masalan 8 soat emas, 10 soat, 12 soat ishlaydiganlar bor. Yokida yoshlarimizda kerak emas bo'lgan har xil ijtimoiy tarmoqda videolar, kinolar ko'radi, rasmlar ko'radi. Bundan tashqari masturbatsiya deymiz. Masturbatsiya bilan juda ham ko'p yoshlar hozir shug'ullanadi. Bo'sh qoldi deguncha hammomga yuguradi. Bu narsani bekitish kerak emas, bu narsaga ochiqcha qarash kerak. Bo'sh qoldi deguncha hammomga yuguradi, o'sha 5 ga 1 deyiladi, faqat shu narsa bilan qoniqadi. Vaqti o'tadi, kuni o'tadi. Vaqt soati kelib o'sha yigit, o'sha bola uylanadi, turmush quradi va turmushidan qoniqmaydi. Chunki o'rgangan narsasi bu o'zini qo'li bo'ladi. Shu narsaga ko'nikkandan keyin bu o'ylaydiki, mana shu qo'lim bilan boshqargan orgazmim menga ko'proq yoqadi. Men ko'proq tinchlana olaman, ishona olaman deydi. Ko'rasizmi, o'z-o'zida o'sha ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bu ayol kishiga yaqinlashish uchun o'sha xayolida har xil xavotirlar boshlanadi. Meni qo'limdan kelarmikin, meni kuchim yetarmikin, eplay olarmikinman degan o'zida bo'lgan shubha o'z-o'zidan psixologik erektil disfunksiyaga olib keladi. Yokida erektil disfunksiyani yana albatta siydik yo'ldagi shamollashlar, prostata bezidagi dimlanishlar, hali aytib o'tganimizdek noto'g'ri turmush tarzini olib borish, o'tiroq hayot, sport bilan shug'ullanmaslik, to'g'ri ovqatlanmaslik bu erektil disfunksiyani keltirib chiqaradi. Va erektil disfunksiyasi bor bo'lgan odamda jinsiy hayotda buzilish bo'ladi. Masalan, o'rta yoshdagi erkak kishida hafta davomida bo'lmadi deganda men jinsiy
aloqa qilmadim bu hafta deganda 2 marta yaqinlik qilish kerak. Bo'lmadi deganda, bo'lmasa 3 marta, 4 marta. Talab qilsa tana, organizm har kuni bo'lsa ham yaqinlik qilish kerak. Yaqinlik qancha muntazam bo'lsa, prostata bezini faoliyati yaxshi bo'ladi. Dimlanish bo'lmaydi, qon aylanishi yaxshi bo'ladi va jinsiy hayot yaqin bo'lgan oilada albatta sevgi barqaror bo'ladi. Bir-biriga bo'lgan hurmat, bir-birini tushunish, bir-birini xohlash, kerak bo'lsa erkaklarimizni ko'chada ko'p qolib ketishi yoki ko'chada adashib qolishi yoki fikri buzilishi kam uchraydi yoki bo'lmaydi. Albatta oila mustahkam bo'ladi.